Meni eshitib turgan do'stlarim, ruxsat bersalaring, ijozat bersalaring, ozgina o'zim haqimda sizlarga bir aytib o'tsam. Men aslida 1999-yilda O'zbekistonga ko'chib ketganman. O'zbekistonda o'qiganman. Birinchi Bayutda, Sirdaryo tumanida. Men yoshligimda aslida men ko'p san'atga qiziqardim. 7 yoshimdan san'atga qiziqaman. Ko'pinchalar aytishi mumkinki, bu nima uchun TikTokka o'zini tashlaydi? Ko'p rasmlarini tashlaydi, videolarini tashlaydi deydilar. Men aslida do'stlar videoga, TikTokka qiziqmayman. Men faqat musiqaga qiziqaman. Meni kasbim xonanda, hofizlik. Shu uchun muxlis orttirish uchun, do'st orttirish uchun, yaxshi insonlar orttirish uchun men TikTokka chiqaman. Odamlar aytishi mumkin, ba'zilarida 5 qo'l barobar emas, yaxshi insonlar bor. Ba'zilar aytishi mumkinki, bekorchilikdan chiqadimi, ishi yo'qmi deyishi mumkin-da. Endi TikTokka chiqishim, Instagramga chiqishim, YouTube'ga chiqishim bu bir san'atdir. Har kimni ham bu qudrati yo'q. Bu TikTokka o'zini ko'rsatib turib, rasmga olib turib, videoga olib o'zini tashlashda. Bu ham bir mahorat bo'lsa kerak. Ba'zi insonlar borki, surat olsang, rasm olsang, olma meni deydi. TikTokka tashlab yuborasan, yo bu yoqqa jo'natma mani deydi. Shuning uchun meni qiziqishim san'atga qiziqaman. Aslida kasbim san'atkor. Mana shu meni birinchi ustozim Oxunjon Madaliyev bo'lganlar. U insonni juda ham yaxshi ko'raman. Joylari jannatda bo'lsin. Men bu insonni yoshligimdan ko'p qo'shiqlarini eshitganman. Muhriddin Xoliqovning qo'shiqlarini eshitganman. Shuning uchun do'stlar, men sizlarga aytishim sababchiki, men TikTokka qiziqmayman. O'zimda aslida rasmga tashlab, kelib olib turib, oddiy men manzara qilib, o'zimni mana bunaqangi qilib rasmga tashlashga xushim yo'q. Prosta men TikTokka chiqishim maqsadiki, ma'nosiki shu yaxshi inson, yaxshi do'stlarni orttirish uchun chiqaman. Yana bir aytaman. Muxlis yig'ish uchun chiqaman. Mana ko'rgan bo'lsalaring, YouTube'ga, TikTokka, Instagramga Sayyora degan tojikcha qo'shiq chiqarganman. Charos chaho, charos, parvardacham degan qo'shiq aytganman. Zino degan qo'shiqni klip qilganman. Meni bitta ukam bor, Nurmamatxon ukam bor. U yaqinda mana hadema Dushanbeda institut san'atini o'qib tugatib keldi. Biz ikkomiz yoshligimdan mana shu qo'shiq aytganimda ukam menga qiziqqan. Ukam meni qo'shiq aytishimga qiziqqan. Men DVD bilan mikrofon qo'shib DVDga qo'shiq aytardim yoshligimda. Keyin asosda kalonka ola boshladim. Oddiy bir plishkali 100 lik kalonka oldim. O'sha kalonkaga mikrofonlarni qo'shib ashula aytardim. Shuningdek do'stlar, ukam menga qiziqib, u ham ashulachi bo'lib ketdi. Mana Xudoga shukr 5 yil o'qib, san'atni o'qib kelib, uylanib, mana Xudoga shukr xizmat safarida ketdi Xo'jandga. Ko'p insonlar ishonmasa kerak, bu qanaqa san'atkor bu? Biron bir sahnaga ko'rmadik buni, bir to'y-po'yga ko'rmadik buni. O'zini san'atkor oladi bu deyishlaringiz ham mumkin. Ba'zi inson deyishi ham mumkinki, bu hali qanaqa san'atkor ekan. Men ana u TikTokka o'zimni ashula aytib turib chiqishim ma'nosiki, ashula aytgan ma'nom shuki, bu qiziqish uchun emas. Haqiqatan ham men o'zim aytganman u ashulani. Haqiqatan ham men o'zim xonandaman, o'zim artistman, haqiqatan ham hofiz, qiziqaman. Ba'zi odamlar borki, mikrofonni shunchalik og'ziga olib turib, mana shunday qo'lga olib turib ashula aytadi. Qiziqish uchun. Lekin действительно men qiziqaman o'sha hofizlikka. Действительно o'sha qo'shiqchilikka, qo'shiq aytishga qiziqaman. Shuning uchun do'stlar, men bloger emasman, TikToker emasman. Blogerlik boshqa. San'at yo'lida yurish boshqa. Endi meni o'ylashimcha do'stlar,
san'atda yurish yo'li blogerlik bo'lsa kerak deb o'ylayman-da menimcha. Bo'lmasa yulduz bo'lib ketish yo'li balki shu san'at yo'liga yurish, muxlis ortish uchun shu like yig'ish, prosmotr yig'ish, shu blogerlikdan bo'lsa deb o'ylayman-da. Ana endi meni qiziqishim yoshligimdan bu narsaga qiziqishim bor. Rahmat kuzatib borganlaring uchun.